lekin o'sha hamma videoni ekspertiza qiladi. Kim nima degan, nima qanday qanaqa bo'lgan, o'zidan o'zi Sardorni bo'yniga qo'yib, sen so'kib qo'yibsan. U qiz onasini behurmat qilsa ham, onasini jirkasa ham bo'laveradi degan joy yo'q. Ekspertiza talab qilishlarini, ekspertizaga berishlarini so'raganman. Ketgacha miting, unaqa narsa o'zini foydasi uchun xalqdan foydalangan bola emas. Agar qilaman deyotgan bo'lsam, 20 ming, 30 ming kunda kuzatayotgan obunachilarim, kunda kuzatayotgan odamlarim bor. Efirda o'tirgan paytim bir og'iz gapiraman, o'sha o'zi yetadi, lekin prosta tak men yuragidan kimdir haqiqatdan ham bir yordam berib, kimdir haqiqatdan ham kelsin deb kutayotgan odamlar bo'layotgan bo'lsa, men shunday qilib o'zlaringning fikrlaring, o'zlaring narsalaring aql o'rgatayotganim yo'q. Men bir 20 30 ming odam ichida davay qilib tema qilsam, u bo'ladi miting. Men uni narsa qilayotganim yo'q. Miting 30 ming odam bor kunda efirimda. 20 ming 30 ming odam bor kunda efirimda, onasiyim. Qilaman desam, bunda qilaman. Odamzodda kuyish bo'lar ekanda, endi nima deysiz? Kuyadi, bular qo'tag'imda yeydi, mana men aytayapman. Mana so'kinayotgan, mana qo'tag'imni chaynayotgan onasi jalaplani ham hammasini ustiga bosib qarayman, podpiska bosib qo'ygan. Qo'tog'imni boshida 24 soat gostiga chiqsam ham borib, poyla o'tira. Efir kimga ehson qilyapti endi? Onangni skeydi bo'ladi. Kecha gapingizni oldim. Kecha bitta qizni go'stisiga chiqdim. Sizga video обращение qilgan ekan. U qiz ko'rib turgan bo'lsa ham aytaman. Video обращение qilgan, ayasiga $5000 kerak ekan, Hindistonda ekan. Ben chiroyli iltimos qilinsa, u sizni so'kib qo'ygan ekansiz, uni shuni gapiribdi. Keyin chiqib ketdimda yaxshi gapni video qiling deb. Объясни, что друзья он поменял. Он нормально что ли? Onaga pul kerak odamni efirida seks haqida gap bo'lyapti. Mana aytaman, Sardor birortasiga ehson qilsangiz ham tekshiring. Men aytdim. Dolzim emasman, o'zim bilaman qachon. Bular foydasi yo'q. Qilmang. Onasi Amerikada kasal bo'ladimi? Qayerda kasal bo'lsa ham qilmang, bo'ldi. Ko'zingni ochib qarasang, o'sha kuni bitta battle videosi chiqib qoldi. Meni gapirayotgan bitta gandon, bitta nogiron odam bilan battle o'ynayapti. Bittasi yotibdi, bechora mixlanib qolgan, qiyshayib yotibdi, buklanib. Qanaqa kasal, Xudoning o'zi shifo bersin. O'sha kasalni yutaylik. Vinimiz olib qo'yyapti. Mana shu nogironni yutaylik. Mana shu nogironni yutaylik deyapti. Onangni siski bor-ku, nogironni ham haqqini yemoqchi bo'lyapti-da. Qo'llaylar shunaqa bor, nogironning haqqini yeyotgan odamlar. Borib qo'llaylar shunaqa nogironlarni, narsalarni haqqini yeyotganlar. Bolalar, meni o'zimga yarasha 50 ta bo'lsa ham auditoriyam bor, alhamdulillah. Undan tashqari Sardorning 2-3 ta donatori meni itak podдержка qilyapti. Gap batta ehsonda bas. Menga ehson kerak bo'lsa, Sardor bilan o'zim gaplashib olaman. Tushunishdingmi? Keragi yo'q. Vaqt soati kelganda hamma narsa bo'ladi. Hoji bular vashi yomon o'rarkanda. Hay, nima qo'yaverasan, bo'pti, durasan, bo'ldi, o'shancha o'zing gaplashib. Mana o'zimizni o'rtog'imiz. Men hezalik sifat bo'lib urushsagan, mana hoji ham kasal-ku. Ichi kasal, misol. Endi odam bashara bo'lyapti. Men qo'ydim. Narigoyga xudo xolasa hoji kasal, meni jigarim kasal. Biz Sardor bizni tanishimiz, bizni do'stimiz deb Sardordan so'ramayapmiz-ku. Uchini chiqarib qo'yapmiz, qilgisi kelsa qiladi, qilgisi yo'q bo'lsa orttira olmasa boshqalarga qiladi, ko'ngli chopgan odamga. To'g'rimi? Mana o'zing ham nimani mashinangni qo'ydingmi? Odamlar pulsiz ham do'st bo'lish mumkin. Pulsiz ham. Bo'lmasa men to'xtab tur, uchastkovoy qilyapti. Ishlab kelgan bo'laman. Men ishdan qochgan bo'lamasman. Mehnat qilib ishlab kelgan bo'laman. Majburman, yana qaytishim kerak. Shu operatsiya o'tkazib ishimni qilishim kerak. Mana hozir o'g'lim ham bir dunyo muammoga gapirib o'tiribdi. Iloji yo'q. Assalomu alaykum aka, sizmisiz? Sog'misiz? Xullas shunaqa gaplar. Men o'zimni epilayotgan, o'zim xarakter ko'rsatayotgan odamman. Menga
birov dallasi ham, menga birov talchogi ham kerak emas. O'zim nima qilishni, o'zim qanaqa qilishni o'zim bilaman. Prosta tak bitta gapirdim, endi tushungan tushundi, tushunmagan bu yuzini ham kirib qolsin. Qiziq emas menga. Ana qizlar qilyapti уже. Opa nima qilish kerak? Qaqa yozish kerak edi. Mana уже menga telefon qilishyapti. Mana qizlar to'planyapti, ayollar ya'ni. Ya unday gaplar qilmang. Yana ham bir nimalar chiqarib, yana unday qilishyapti degan gap kerak emas menga. Yo'q, uni nima gap? Yordam bergan odamlaringiz o'zi qilyapti. Biz birovni majburlaganimiz yo'q. Mayli, o'zi Alloh qilsa tanigan, bo'ldi. yordamingiz tekkan odamlar qilyapti. Malades. Malades. Alloh rozi bo'lsin akalar, opalar. Iloyim, ikki dunyo saodatini ko'ringlar. Isqir, san ham o'lib qolasan deb, ozib ketuvding, o'lasan deb o'ylovdim. Bordim-ku, iflos bo'lsang ham, so'kinsen ham. Tak что kulorma ustimizdan. Uncha dushmandek ko'rasan meni. Nima deyapman? Men duo qilyapman odamlar. Ona shirachko yig'adi deydi. Men ulpatlarimni Miting qilib odam to'plab, odam yig'ib, hayotda bitta joyga odam yig'ilayotgani yo'q. Hamma o'zini turgan joydan bitta telefon qilib, bitta chiroyligini tushuntirish berib qo'yadi, tamom. Odam yig'ib, odam to'dalab, bir joyga odamlarni yig'ib, bir balo qilamiz, unday qilamiz degan gapni o'zi yo'q. Prosta tak o'zim hamma turgan joydan, o'zini uyidan o'shada telefon qilish kerak bo'lsa, qilib qo'yadi, tamom. Bir joyga yig'ib, bunaqa ko'ring o'zi yo'q. Mana gapirayotganlar uyalib qoladi, xudo xolasa. Men xonani bitta tozalatib olay, shaqqa pastda kutib qarab turaman. Bilashoringlar. Hoji, yana hozir gap ko'paytirasan. Bashariyni to'g'ri qil, iplos. Hoji, shuni ham gap qildirma. Ko'nglimdagi bir sirim bor, hech kimsaga ayta olmayman. Ming dardim bor, Allohim. Sabr qilishdan boshqasiga yaramayman. Muhabbati keng dunyoga mana men ham sig'may qoldim. Kimni sevsam sevilmayman. Necha ber. Soxtalardan charchadim dunyo. Balki baxtim quchog'imdadir. Hech buni ko'rolmayman. Hoji. Uyam mayli. Anu nima Zik Sardor bilan Ali Banat yozdirdi deb o'tiribdi.